Assalomu alaykum, Farovhat kanalining kuzatuvchi gruppadoshlar. Mana men Toshkent viloyati Bo'ka tumani Mirzabek MFda Oqtepa mahallasida 85-yilda bagi akalar tashabbusi bilan mana Navro'z bayrami bo'lyapti. Mana hamma xizmatda. Akalarning ishlariga rivoj. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Doimo yurtimiz mana shunday Navro'z ayyom bayramlari bo'laversin. Yaxshi gapirsanchi. Qanday bo'lyapti akalar? Zo'rmi? Cho'tkami? Zo'rmi hammasi? Zo'r. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Baraka topinglar umrlaringizdan. Kelmaganlarni taklif qil. Kelmaganlar qolganlar ham kelinglar. Hali mana ikkinchi qozon mana olib suzuq turibdi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Men kuzatishda davom etinglar.